Okean ortidagi ilk Kanadaga qarshi uchrashuvdan so'ng bo'lajak jahon chempionati uchun 26 nafar futbolchidan iborat yakuniy tarkib ma'lum bo'ldi. Xabaringlar bor. Dastlabki 30 talik ro'yxatga kiritilgan Ruslan Jiyanov, Jasur Jaloliddinov, Umarali Rahmonaliyev hamda Sherzod Temirov yakuniy qaydnomadan tashqarida qolib ketishdi. Bosh murabbiy Fabio Cannavaro ushbu futbolchilarni musobaqaga olib ketmaslikni lozim topdi. Quyida murabbiyning mazkur qarori va tarkib tanlovi xususida fikr yuritmoqchimiz. Bundan avval dastlabki nazorat bahsi haqida to'xtalib o'tamiz. Kanada bilan o'yin haqida. Futbol bu boks emaski, unda birgina sportchining ringdagi xatosi yoki notinch harakati tufayli mag'lubiyatni tan olsak. Bu jamoaviy o'yin, demak mag'lubiyatning ildizini ham yaxlit tizimdan izlash kerak. Kanadaga qarshi bahsdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda butun boshli mag'lubiyat yukini Farruh Sayfiyevning gardaniga ilish tendensiyasi kuzatildi. Vaholanki biz ikkinchi bo'limda birgina futbolchini emas, balki butun boshli milliy terma jamoamizni taniy olmay qoldik. Shunday ekan, diqqat e'tiborni shaxslarga emas, balki jamoaviy o'yinimizga qaratish maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Fabio Cannavaro maydonga tashlagan tarkibning deyarli 70%ni asosiy o'zak tarkib deb atash mumkin. Italiyalik mutaxassis darvoza chizig'ini O'tkir Yusupovga emas, Abduvohid Ne'matovga topshirdi. Mudofaa markazidagi bo'shliqni esa Abdulla Abdullayev bilan to'ldirdi. Eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan qaror Farruh Sayfiyevning o'ng qanot himoyasiga joylashtirilishi bo'ldi. To'g'ri, bu pozitsiya Farruh uchun mutlaqo begona emas. Katanets ham o'z vaqtida uni ushbu rolda bir necha bor sinab ko'rgan, biroq Sayfiyevning maksimal foydali ish koeffitsiyenti baribir chap qanotda namoyon bo'lishi sir emas. Bu eksperiment terma jamoamizning o'ng qanot himoyasida jiddiy xavotirlar borligini yana bir bor ko'rsatdi. Xo'jakbar Alijonovning salohiyatini yaxshi bilamiz. U hujumlarga qo'shilishda, qanotdan vertikal uzatmalar amalga oshirishda juda faol, ammo pozitsion himoyalanishda unda muayyan kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Cannavaro aynan mana shu zaif nuqtani yopish va mudofaani balansini ushlash uchun ham Sayfiyevning ham oldinga, ham orqaga o'z vaqtida qaytish boy tajribasidan foydalanib ko'rmoqchi bo'ldi. Alijonovdagi jarohat ham bu borada eksperiment qila olish imkonini berdi. Yarim himoya markazida Otabek Shukurov va Odil Hamrobekov tandemi saqlab qolindi. Ulardan oldinroqda Aziz G'aniyev va Oston O'runov joylashgan bo'lsa, hujum chizig'i Eldor Shomurodovga ishonib topshirildi. Ushbu taktik sxemadan ko'rinib turibdiki, Cannavaro o'yin boshidanoq sof hujumkor va tavakkalchi futbolni tanlamadi. U qattiq intizom, himoya va orqa chiziq xavfsizligini birinchi planga olib chiqdi. Bu esa klassik italyancha pragmatizmning yaqqol namunasidir. Bu o'yin bizga terma jamoaning bo'lajak rasmiy uchrashuvlarda qanday falsafa ostida harakat qilishini va asosiy skelet qanday ko'rinish olishini anglab olish uchun yaxshigina material bo'lib berdi ehtimol. Raqamlar tilidagi birinchi bo'lim. Vaziyatlar yo'q emas. Uchrashuvning dastlabki 45 daqiqaligi vakillarimiz uchun ancha umidli bo'ldi. Eng muhimi, biz vaziyat yarata oldik. Ko'pchilik to'p nazorati mezbonlarda bo'lganini ustunlik sifatida baholashi mumkin, ammo raqamlar boshqa haqiqatni so'zlab turgandi. Kanada raqib hududida ko'proq pas bergan bo'lsa-da, O'zbekiston hujumkor 3-zonada 24 ta aniq pas bilan cheklandi. Bu shuni anglatadiki, Kanada to'pni shunchaki kombinatsion nazorat qilgan. O'zbekiston esa vertikal va kamroq paslar evaziga tezkor, eng muhimi ancha xavfliroq hujumlar uyushtirgan. Va yana bir shaxsiy fikrimni shu yerda qo'shib ketmoqchimanki, mana shunday qisqa, tezkor uzatmalar, vertikal uzatmalar Srechko Katanetsning uslubi edi. U aytgan edi bir intervyusida Chempionat Aziyaga.
Agar maqsad hujum qilib gol urish ekan, uni biz himoyadan yarim himoyadan hujumga yetkazish bilan vaqtni nega ketkazishimiz kerak? To'g'ri, hujumni o'ylab o'sha yerga to'pni uzataverishimiz kerak. Hujumchilarimiz yutib olishiga umid qilishimiz kerak. Yutib olishmagan taqdirda ham to'pni o'z jarima maydonimizdan chetroqda ushlab turamiz. Bu gol xavfini bizga nisbatan kamaytiradi degan edi. Xuddi shu narsa Fabio Cannavaroda ham qo'llanilmoqda. Ehtimol u Srechko Katanis qilgan ko'p narsani saqlab qolgan. Biz XG koeffitsiyenti bo'yicha raqibni mutlaqo zararsizlantirdik. 0.81 ga qarshi 0.13. Shomurodovda ikkita juda qulay imkoniyat bo'ldi. Kanadada esa birinchi bo'limda birorta ham yaqqol golli vaziyat yuzaga kelmadi. Cannavaroning himoyada kamroq xato qilib, oldinda Shomurodov, O'runov va Fayzullayevning individual mahorati evaziga keskinlik yaratish rejasi birinchi bo'limda ideal darajada ishladi. Faqatgina yakuniy zarbadagi sovuqqonlik yetishmadi. Biz boz ustiga yomg'ir va maydon sirpanchiqligi ham biroz ta'sirini o'tkazdi. Ikkinchi bo'limda esa pasaydik. O'yin ssenariysi 180 darajaga o'zgarib ketdi. Jamoamiz to'p nazoratini deyarli tenglashtirgan bo'lsa-da, bu nazorat nimadir bermadi. Hujumdagi keskinlik va ijodkorlik 0 darajasiga tushdi va bo'lim davomida birorta ham yirik imkoniyat yarata olmadik. Raqib esa aksincha o'yin tempini oshirib, bizni o'z jarima maydonimizga qamab qo'ydi va ikkinchi bo'limda 0.70 XG hamda ikkita yirik golli vaziyat yuzaga keltirdi. Zamonaviy futbolda vaziyatlardan foydalanish eng muhim omil hisoblanadi. Birinchi bo'limda yaratilgan yuqori sifatli imkoniyatlarni ko'kka sovurganimiz uchun ikkinchi bo'limda Kanada bizni jazoladi. Ular o'yin davomidagi vaziyatlarni golga aylantira olishdi va yakunda 2-0 hisobidagi g'alabani rasmiylashtirishdi. O'yindagi eng xavotirli jihat shundaki, jismoniy va taktik jihatdan ikkinchi bo'limda o'yindan uzilib qolganimiz bo'ldi. Birinchi bo'limda O'zbekiston juda agressiv, pressingda faol va zich himoyalandi. 11 marta faol ishlatildi. Ikkita sariq kartochka olindi va podkatlarning 67% muvaffaqiyatli chiqdi. Ammo ikkinchi bo'limga kelib jamoaning funksional holati va konsentratsiyasi pasaygani sezildi. Follar soni 4 taga tushdi. Bu esa biz raqibga yaqin masofada yetarlicha qarshilik ko'rsata olmaganimizni, ularni qo'yib yuborganimizni anglatadi. Natijada Kanada bizning jarima maydonimiz ichidan bemalol 5 marta zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Eng achinarlisi ikkinchi bo'limdagi yuqori bosim ostida himoyamiz pand berdi va golga olib kelgan qo'pol individual xatoga yo'l qo'ydik. Yuqori darajadagi xalqaro o'yinlarda bunday sovg'alarni raqiblar hech qachon kechirmaydi. Kanada bilan o'yin terma jamoamiz uchun ajoyib dars bo'ldi. Biz qattiq himoyalanib, tezkor qarshi hujumda vaziyat yarata olishimizni ko'rsatdik. Ammo 90 daqiqa davomida bir xil temp va diqqatni ushlab turish, shuningdek zaxiradan o'yinni kuchaytira oladigan futbolchilar borasida hal qilinadigan ishlar ko'pligi namoyon bo'ldi. Rasmiy o'yinlar oldidan bu kabi kamchiliklarni ko'rib, ular ustida ishlash ushbu o'rtoqlik uchrashuvining eng katta mevasi bo'ldi. Mana, o'rtoqlik uchrashuvlari ortda qoldi va Fabio Cannavaroning yakuniy 26 talik ro'yxati ham ma'lum bo'ldi. Har qanday yirik turnir oldidan tarkib e'lon qilinishi katta bahs-munozaralarga sabab bo'lishi tabiiy hol. Bu safar ham shunday bo'ldi. Italiyalik mutaxassis hujumkor futbolga ixtisoslashgan, ijodkor va texnik tomondan ajralib turadigan Sherzod Temirov, Jasur Jaloliddinov, Ruslan Jiyanov va Umarali Rahmonaliyev kabi futbolchilarga javob berib yubordi. Bundan biroz avvalroq esa Azizbek Turg'unboyevning tarkibdan tashqarida qolishi ham jamoatchilik o'rtasida keng muhokama qilingan edi. Aksariyat muxlislar va ekspertlarda tabiiy bir savol tug'ilmoqda. Nima uchun aynan bu futbolchilar? Nega jamoaning kreativ va kutilmagan yurishlarini ta'minlay oladigan vakillaridan voz kechildi? Bu savolning javobi Fabio Cannavaroning futbol falsafasi va bizni oldinda kutayotgan raqiblarning darajasida yashiringan. Italiyalik murabbiy tarkibni tanlashda chiroyli yoki hujumkor futbolga emas, balki surinib bo'lsa-da natija keltiradigan pragmatizmga urg'u berdi. U ko'proq jismoniy kurashlarda yengilmaydigan, pozitsion himoyalanishni mukammal tushunadigan va mudofaaga yaqinroq o'ynay oladigan jangchilarni tanladi.
Biz bo'lajak rasmiy bahslarda Kolumbiya yoki Portugaliya kabi jahon futboli grantlari bilan ochiq va hujumkor futbol o'ynay olmasligimiz kundek ravshan. Bunday raqiblarga qarshi maydonda dominantlik qilish, to'p nazoratini ushlab turish yoki soft texnik kombinatsiyalar evaziga ustun kelish o'ta xavfli tavakkalchilikdir. Bunday og'ir bahslarda bizga nafaqat kreativlik, balki 90 daqiqa davomida tinimsiz yuqori tempda bosimga dosh beradigan, to'psiz o'yin fazasida xato qilmaydigan, maydonning har bir qarichi uchun kurashadigan va yuguradigan haqiqiy atletlar kerak bo'ladi. Jaloliddinov yoki Rahmonaliyev kabi futbolchilar to'p bizda bo'lgan soniyalarda juda foydali va xavfli, ammo Kolumbiya yoki Portugaliya to'pni olib qo'yib katta tezlikda bosim qilganda ularning jismoniy va mudofaaviy imkoniyatlari pand berib qo'yishi tabiiy hol. Cannavaro esa tavakkal qilishni istamadi. U estetikani qurbon qilib bo'lsa-da, taktik intizom va jismoniy baquvvatlikni tanladi. Bu to'rtlik ham o'zini ko'rsatishga harakat qildi, lekin tarkibni murabbiy tanlaydi. Tarkibga kira olmagan o'g'lonlar jahon chempionatida o'ynashga loyiq edi deydik. Iroq chempionatida to'prar bo'lish hammaga ham emas. Ustiga ustak Cannavaro Temirovga juda kam imkoniyat berdi, deyarli taqdim qilmadi deyish mumkin. Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjon chempioni bo'ldi, demak u ham klubi orqali isbotlay oldi. Jasurni ham iqtidorini bilamiz, kuchli tomonlari bor. Jiyanov individual jihatdan yaxshi salohiyatga ega. Ular ruhan tushkunlikka tushib qolishmaydi deb o'ylayman. Oldinda Osiyo Kubogi bor, hayot davom etadi. Kuchli futbolchi deganda faqat o'yinda emas, mana shunday vaziyatlardan keyin ham o'zini ko'rsatishda davom etgan, yuqori darajaga chiqqan futbolchilarni ham aytamiz. Jasur, Umarali, Ruslan, Sherzod hali barchasida oldinda turishibdi, hali hayot oldinda.